2025-yil so'rovnomasiga ko'ra, har 10 ta bemordan 7 tasi ijtimoiy tarmoqlar va Google orqali shifokorlarni qidirib topishgan. Lekin bitta savol tug'iladi. Agar siz o'zingizda ishingiz ustasi bo'ladigan bo'lsangiz va tajribangiz katta bo'lsa, lekin o'zingizda shaxsiy blogingiz bo'lmasa yoki internetda ko'rinish bermasangiz, juda ko'p bemorlarni yo'qotishingiz mumkin. Shundaymi? Bugun men ismim mutaxassisi Umurzoq sizlarga 3 ta kalit qoidani o'rgataman. Bundan keyin xudo xolasa kelasi 3 oy mobaynida o'zingizlarning bemoringlarni 2 baravarga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga beradigan 3 ta kalit qoidamdan birinchi qoidasi bu kontent qilish. Kontent hozir kunda bilasizlar, eng aktual mavzulardan biri. Sizni bemoringiz bilan connect qilib beradigan, ya'ni bog'lab beradigan narsa bu telefonda, ya'ni kontent. Instagram, TikTok, YouTube umuman farqi yo'q. Siz doimiy ravishda kontent qilib borishingiz kerak va shundagina siz tasodifiy yoki og'rig'i bo'lgan bemorga chiqib qolishingiz mumkin. U qidirganda topish mumkin yoki shunchaki rekomendatsiyada chiqib qolishingiz mumkin. Siz video olganingizda yoki video joylaganingizda ham uni rubrikalarga bo'lib o'tishingiz kerak. Hozir beradigan shu 3 ta rubrikam orqali qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa rekomendatsiyada aniq chiqasiz. Bulardan birinchisi, siz kimsiz? Ya'ni stomatolog bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, stomatologman, shunchalik tajribam bor, shuncha bemorlarga yordam berganman, masalan, o'zingiz haqingizda storytelling. Ikkinchisi esa bu do-postli ishlaringiz, oldin va keyin, ya'ni qilgan natijalaringiz. Sizga kelgan bemor qanaqa og'ir ahvolda edi va uni qanaqa natijaga olib chiqdingiz. Va uchinchisi ekspert videolar bo'ladi, ya'ni o'zingizning bilimlaringizdan, tajribalaringizdan kelib chiqqan holatda videolar qilasiz. Masalan, tishni qanaqa to'g'ri yuvish mumkin, to'g'ri tish cho'tka tanlash yoki tishni salomatligini ta'minlovchi qo'shimcha ma'lumotlar. Shu orqali siz kontent qilishda davom etadigan bo'lsangiz, sizga kerak bo'ladigan bemorlarga aniq chiqib borasiz. Siz shu narsani unutmang, siz bir marta videoyingizni ko'rgan odam tezda sizga kelmaydi. Shuning uchun agar sizga qiziqib qolgan bemor profiliga o'tganda davomiy sizni kuzatish uchun kontent qilib borishingizga to'g'ri keladi. Agar siz davomiy kontent qiladigan bo'lsangiz, uni ishonchiga ham kirasiz va qo'shimcha bemorga ham ega bo'lasiz. Bu birinchi kalit qoidamiz edi. Kalit qoidaga keladigan bo'lsak, bu algoritmlar. Hamma narsani o'zining qonun qoidasi bo'lganidek, ijtimoiy tarmoqlarning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Hozir sizlarga 3 ta fishkani o'rgatib qo'yaman. Shu narsalardan foydalansanglar, tezroq rekomendatsiyaga chiqasizlar. Bulardan birinchisi hook hisoblanadi. Hook bu videoni ilmoq qismi, ya'ni insonlarni o'ziga jalb qiluvchi qismi hisoblanadi. Bu videoni boshidagi 3 soniya hisoblanadi. 3 soniyada siz insonga shunaqa emotsiya berishingiz kerakki, u videoni oxirigacha ko'rmasa bo'lmaydi. U narsa nimadan kelib chiqadi? Bemorning og'rig'idan. Masalan, agar siz bu ishni qilmasangiz, tishlaringizdan ayrilasiz yoki bu ishni qilmasangiz, siz yurak xurujidan o'lasiz, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa hookdan foydalangan holatda videoyingizni boshlaydigan bo'lsangiz, katta ehtimollik bilan videoyingiz ko'proq prosmotr ko'radi. Ikkinchi fishkamiz bu post vaqti. Agar biz obunachilarimizni aktiv vaqtida post joylaydigan bo'lsak, viral bo'lishi, postimizni rekomendatsiyaga chiqishi tezlashadi. Shuning uchun biz obunachilarimizni aktiv vaqtini aniqlab olishimiz kerak. Buni qanaqa qilamiz desanglar, Instagramda professional panelga o'tadigan bo'lsak, u yerda obunachilarimizni vaqt ko'rinadi. Masalan, ertalabki 7 dan 10 gacha bo'lishi mumkin. 2 soat intervalda bo'ladi bu narsa. Buni ko'rib olgandan keyin aynan shu vaqtda joylaydigan bo'lsak, rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. So'nggi fishkamiz bu kommentlar orqali videoni ko'tarilishiga sabab bo'lish. Bu qanaqa bo'ladi? Siz videoda muhokamali mavzuni olib chiqishingiz mumkin. Insonlar o'zi kommentlarda fikrlari bilan bo'lishadi, tortishadi, shu orqali kommentlar ko'payadi. Va boshqa yo'llari siz obunachilaringizga sovg'a berishingiz mumkin yoki kommentda plyus qoldirgan insonga nimadir jo'natishingiz mumkin va botlarni ulagan holatda kommentlarni sun'iy ravishda ko'tarasiz. Bu sizning videoyingizni uchishiga yordam beradi. Bundan ham ko'plab fishkalar mavjud. Bu fishkalar haqida ham xudo xolasa keyingi videolarda gaplashamiz. Biz keyingi kalitga o'tamiz. 3-kalit qoidamizga keladigan bo'lsak, bemorlarning katta qismi 90% holatda hissiyotlarga bog'lanib xarid qilishadi, ya'ni shifokorga murojaat qilishadi. Siz bemorlaringizga shu 3 ta narsani singdiring. Bulardan birinchisi xavfsizlik.
sizni klinikangizda yoki siz xizmat ko'rsatadigan joyda hamma narsa toza, hamma narsa gigiyenaga rioya qilishini, umuman olganda xavfsizligini singdirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi zarurat agar o'sha bemor o'zidagi kasalni davolamasa, u bir oydan keyin masalan 2 barobar og'riqliroq bo'lishini tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi esa bu imkoniyat. Siz qanaqadir operatsiyaga faqat shu hafta uchun 20% chegirma qilib bergan bo'lishingiz ham mumkin yoki chistka uchun 10% chegirma bo'lishi mumkin. Shunaqa imkoniyatlar yaratgan holatda bemorda trigger uyg'otasiz va sizdan xarid qilishi va sizni bemoringiz bo'lishiga katta turtki bergan bo'lasiz. Shaxsiy brendni yuritish bu kelajak uchun eng yaxshi investitsiya hisoblanadi. Agar o'zingizni hozirgacha blogingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bugundan boshlang. To'xtovsiz kontentlar qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, o'zingizni sodiq mijozlaringizga ega bo'lasiz va bemorlar oqimini yo'lga qo'yib qo'yasiz. Qanaqa qilib blogni to'g'ri yuritish yoki klinikaga bemorlarni jalb qilish va shaxsiy brendni yuritish bo'yicha maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Bundan ham ko'proq foydali ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. U yerda ham go'shli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Unutmang, kelajak uchun eng yaxshi investitsiya bu shaxsiy blog uchun qilingan investitsiya hisoblanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.